Assalomu alaykum yaxshilarim. Mana yoz faslida bolalarni sevimli vitaminli ovqatlar bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Ular hozir cho'milishdan kelishadi. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Albatta har biringiz mana shunga harakat qilingki, bolangiz uchun turli tuman boy mahsulotlar emas, oddiy bo'lsa ham vitaminli ovqatlar berishga harakat qiling. Davlatbek, o'ynab keldingizmi? O'ynab keldingizmi? Kim bilan o'tirasiz bu yerga endi? Kim bilan ovqatlanasiz? Akalaringiz keladimi? Aytingchi. Bugun ayol ko'kdan bo'ladi. Bugun akalarim kelishadi cho'milishdan. Hozir cho'milishda ular, ha? Yaxshi, birga ovqatlanamiz, ha? Hammaga yoqimli ishtaha. Muslimaga ham yoqimli ishtaha. Mana hozir akalaringiz, opalaringiz keladi, hammangiz birga ovqatlanasizlar. Keyin salgina sayr qilib uxlaymiz, to'g'rimi bolajonlar? Hammaga yoqimli ishtaha. Joydor nonlar sindiringlarchi, qanday ekan? Ana joydor nonlar. Yaxshilarim, joydor non ham berib ko'ring bolalarga. Bolalarni semirtirmaydi qora non deganimiz. Ruslar chorsvixl deb deydi. Mana shu qora non sahr kasalligini oldini olar ekan. Semirishni oldini olar ekan. Oq nonga nisbatan joydor non ham ishlatib turishimiz kerak. Hozir bozorlarimizda joydor nonlar chiqib qolgan. Salgina e'tiborimiz kerak. Shunday qilib azizlarim, yoqimli ishtaha, tabiat qo'ynida ovqatlanamiz azizlarim. Tabiat qo'ynida ovqatlanamiz. Xayr. Hayır ko'kdan bolalari. Xayr ko'kdan bolalari. Sog' salomat bo'ling. Vatan jonim vatanim, ko'zim qonab qolganim, istiqbolga kirganim, O'zbekiston ko'ksini bag'ri olib bag'ringda, o'qayman naslini. Vatan jonim vatanim, O'zbekiston go'shanim. Yana qanday she'r bilamiz? Vatan to'g'risida, ona vatan to'g'risida, yurtimiz to'g'risida, O'zbekistonimiz to'g'risida. Mana kanikulda hamma hozir lagerga otlangan. Sizlar ham lagerga borsanglar, she'r bilib boringlar, xo'pmi? U yerda konsertlar bo'ladi, diskotekalar bo'ladi. Mana shunday she'riyat kechalari bo'ladi, kitobxonlar uchrashuv bo'ladi. Sizlar uyalib qolmanglar, xo'pmi? Shu narsalarni o'rganib boringlar, takrorlab boringlar. Sizlar lagerga ketasizlar hali. Lagerga borganda uyalib qolmasliklaring kerak, tushundinglarmi? Xayr bolajonlar, xayr. Mana ko'kdan bolalar